yordam qo'lini cho'zmoqchi bo'lishdi. Lekin kunning og'irligi sabab odamlar ularning hammasidan uzoqlashdi. Shunda uchovi bir xurmo daraxti tagida umidsiz, och, bir kunlik yegurgi ham yo'q holda o'tirib qolishdi. Shunda ko'r kishi xurmo boshimiz ustida turibdi. Nega birontangiz daraxtga chiqmaysiz dedi. Kal shunda boshimga quyosh tegishidan qo'rqaman. Chunki quyoshdan boshim qattiq og'riydi dedi. Mahov esa men kasalman dedi. Ko'r kishi xo'rsinib, agar hamkorlik qilmasak, hammamiz halok bo'lamiz dedi. Shu lahzalarda taqdir boshqacha bir imtihonga, bandalarning rahm shafqatini sinaydigan imtihonga hozirlanayotgan edi. Mahov kishi bo'sh qo'llariga tikilib o'tirganida birdan ko'zni qamashtiruvchi nur porladi. U qo'rqib, "Bu nima yorug'lik?" dedi. Shunda uni tinchlantiruvchi ovoz eshitildi. "Qo'rqma. Sen uchun eng sevimli narsa nima?" so'raldi. Mahov titroq ovoz bilan "Go'zal rang, chiroyli teri va mendan odamlar jirkanadigan ushbu kasallikning ketishi" dedi. So'rayotgan kimsa farishta edi. Shunda farishta unga qo'lini tekkazib, uning terisini siladi va Mahov kasalligi go'yo hech qachon bo'lmagandek yo'qoldi. Uning rangi go'zal va tarovatli bo'ldi. Mahov quvonchdan yig'lab, "Ya Alloh, nahotki bular mening qo'llarim bo'lsa" dedi. Farishta yana so'radi. "Qaysi mol davlat senga sevikliroq?" U tuya. "U qavmning eng aziz molidir" deb javob berdi. Farishta ishora qilganda uning qarshisida ulkan bir homilador tuya paydo bo'ldi. Farishta unga "Alloh bunda senga baraka bersin" dedi. Farishta hali ko'zdan g'oyib bo'lmay turib, Mahov kishi yangi tuyasiga qarardi. Yillar davomida chekkan xorlik va yolg'izlikdan keyin shunday buyuk rizq tushganiga ishonqiramay turardi. U tuyasining yumshoq yunglarini silab, "Allohga hamd bo'lsin. Ko'z ochib yumgunimcha hayot qanday o'zgarib ketdi-ya" dedi. So'ng shaharning narigi tomonida esa kal kishi devor soyasida o'tirib,